Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Mana kataylarimizni bitish jarayonlari. Mana bitganlari 2 metrga 1.60, balandligi 2.30. Juda chiroyli qilib yasab qo'yilgan mana. Gnizdolarini ham juda tartib bilan joylashtirilgan. Tomlari ham 3 tali tomdan qilingan. Mana bu tovuq katagimiz. Tomini yopish jarayonlari. Falga solib, falgan ustidan cherepitsa qadaladi. Yo'llari mana MDF dan bo'ladi. Suv shinmaydigan, yaxshisidan bo'ladi. Mana gigant katagimiz ham mana tayyorlanyapti. Bu katagimiz razmeri eniga 1.80, balandligi 2.50, uzunligi esa 3 metrdan iborat. Mana shu ustani mana mehnatini qadrlaydiganlar bormi O'zbekistonda mana? Baquvvat. O'zda gigant. Bitta like, bitta komment bilan qo'llaydiganlar bor, mardlar bormi mana? Mashina nimaga? Uyalarini qaranglar mana. Juda chiroyli, qo'noqlari ham yetarlicha. Usta, O'zbekiston xalqiga nima deysiz parranda ishqibozlariga? Voqealar qachongacha g'ishli kataylarni qurib yurasizlar mana. Ko'chma kataylar, xohlagan joylariga olib qo'yasizlar. Toza bo'lib turaveradi-da. Kelgan mehmonlarning oldida ham yuzlaring yorug' uyalmaysizlar. Joy yetmay qolsa katakka ham kirib so'raverasizlar mehmonlar. Ana mehmonlarni katakka olib kirsa ham bo'laverar ekan mana. Qaranglar, mehmonxonadan chiroyli haqiqatdan ham. Mana shu. Usta bolani shogirdlari Asadulla, Zokirjon, Shahbozbek usta. Qobiljon. Yaxshiligini qo'layaptilar bizlar. Tez bo'lmas, ko'rsatib qo'ydi. Yargini ham olib, O'zingni ham. yoqrakka oyoq kerak, oyoq. Temir. Ekran ostida nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Libboy turdagi parrandalarga temirdan tayyorlangan qafaslarni tayyorlab beriladi.